Undan charchaganlar uchun tavsiyalar. Birinchisi, tavakkal. Allohga ishoning. Har narsani eng yaxshi bilganga suyaning. U hech qachon insonga ko'tara olmaydigan yukning og'irini yuklamas. Ikkinchisi, rozi bo'ling. Bo'ladigan ish bo'lib bo'ldi. Bundan keyin nima bo'lsa ham boricha qabul qiling. Shunaqa bo'lganida bunaqa bo'lardi deb o'ylab o'zingizni qiynamang. 3. Shukr qiling. Alloh siz uchun eng xayrlisi nima ekanligini biladi. Buni nima ekanligini esa biz bila olmaymiz. Har doim ham xayrlisini so'raymiz va Allohga shukr qilamiz. 4. Pozitiv bo'ling. Alloh azza va jalla har qanday qiyinchilikdan keyin bir yengillik bor deydi. Unutmangki, insonlar har narsa uchun javobgar emas. Qo'limizdan kelganning eng yaxshisini, bandalik vazifamizni ado qilib, voqealarning qaysi shaklda yakun topishini har doim ham nazorat qila olmasligimizni qabul qiling. Shu bilan birgalikda tadbirli bo'lib, taqdirni Allohga havola qiling. Va nihoyat tavba. Shayton sizni umidsizlikka tushirishni istayveradi. Shu gunohlaring bor deb qulog'ingizga qo'yadi. Siz esa tavba qilib, yana takrorlamaslikka ahd qiling. Unutmangki, haqiqiy tavba shaytonga tushirgan eng zo'r tarsakingizdir.